Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Qor yoqqanda men istoriya qo'yib aytmasam bilmaysizlar, o'sha uchun qo'yay deyman. Hazillashib. Go'zallikni qaranglar. Shu chiroyli. Istoriyaga chiqishdan maqsad boshqa. Menga juda ko'pchilik yozdi ham, o'zimni tanish bilishlarim ham o'sha bepul video darsliklar kanalingizda bo'ladi-ya, o'tmadim ro'yxatdan deb aytishyapti. Yo'q, unaqa emas, boshqa. Yopiq kanal ochganmiz. 24-25 kunlari bo'ladigan ochiq master klassimiz, ya'ni hamma uchun ochiq bo'lgan dostupdagi master klassimiz bu yopiq Telegram kanalda bo'ladi. U boshqa bepul video darsliklar emas. O'shaning uchun hozir mashqqa silka qo'yib qo'yaman, shundan o'tib olinglar. Baraka topkurlar. Keyin qolib ketdim, bepul video darsliklaringiz bo'lmadi-ku deb yurmanglar. Bepul video darsliklarga juda ham ko'p narsa qo'yib qo'yganman. Agar kimnidir xabari bo'lmasa, chunki shu 2-3 kunning ichida yana 300 ta odam qo'shildi menga. U alohida gapim uzilib qoldi. O'sha aktualniga qarasalang, bepul video darsliklar degan aktualni bor. O'sha yerda silkalar qo'yilgan. O'sha silkalardan o'tib, bemalol o'sha yopiq kanalimga ham a'zo bo'lib olishinglar mumkin. U bepul video darsliklarga bepul video darsliklar qo'yganman. Rostdan ham ancha-muncha narsa qo'yib qo'yganman. Koloristlarga salon sohasida ishlaydiganlarga foydasi tegishi aniq. Ustalik. Nega foydasi tegyapti? Hamma xursand mendan, men ham odamlarga foydam tekkandan men ham xursandman. Dars boshqa kanalda bo'ladi. O'shaning uchun bundan oldingi istoriyaga qo'yganimga o'tib qo'shilib olinglar, ro'yxatdan o'tiringlar bemalol. Telefon raqam so'radi, ismimni so'radi-da, sayt qilingan shunaqangi so'raydi. O'shandan bosib o'tib olinglar. Xudo xolasa shunaqa zo'r dars bo'ladi, dinamichniy, mazza qilasizlar. O'zim ham kutyapman 24-25 chizlolarni. Rostdan ham. Mana shu onlaynda o'qiganlarim yoki menga kelib o'qib ketgan qizlarga ko'p aytadigan gapim, mana menda o'rgandingiz, ba'zilarini zo'r o'rganib oldingiz. Endi boshqa master klasslarga, boshqa ustozlarning darsiga ham boring. Ana endi ularning gapiga tushunasiz deb aytaman. Chunki juda ko'pchilik o'sha master klasslarga borganman, tushunmaganman, gap nima haqidaligini borib o'tirib qaytib kelganman deb aytishadi. Men juda ham chiroyli qilib o'zbek tilida chotga qilib tushuntirib qo'yganman. O'shaning uchun oson tushunib olgandan keyin endi boshqa o'qituvchilarning ham darsiga boringlar. U darslarda endi garangga o'xshab o'tirmaysizlar, endi tushunasizlar deb aytaman. Va o'qituvchilar boshqalardan boshqacha olasizlar, mendan boshqacha olasizlar. Hammasini bitta qilib oxirgi o'zingizlarning yo'nalishlaringni topib olasizlar deb aytaman. Boshqa o'qituvchilarga borishlarini o'zim tavsiya qilaman. Hali bir xilgilar bo'ladi-yu, menda o'qiganingdan keyin boshqaga borma. Shogirdda seniki menikisi bo'lmaydi. Juda ko'pchilik savol beradi-da, tekinga shuncha narsani o'rgatasiz, odamlar qizg'anadi, boshqalarda o'qigan borsak unaqa bunaqa debdi. Bu bilimni orqalab go'rimizga ketamiz. Bizdan keyin qolsin. Biz ham boshqalardan o'rganganmiz, buni chiroyli qilib odamlarga yetkazib berish bizning vazifamiz deb bilaman. Ayniqsa men o'qituvchi odamman. O'shaning uchun ham o'zimga ham interesna bu. Birinchi potokda o'qiy turgan qizlarni hozir natijalarini ko'rib yana mazza qilaman boru. Oldin bitirib ketgan o'quvchilarimnikini ko'rib, vashi mazza. Ularni tepan chiroyligini qaranglar. Ularni erishib turgan yutuqlari, uni bo'yab turgan sochlari, topib turgan daromadlari menga qanchalik nima deydi, kayf berishini sizlar bilmaysizlar. O'shaning uchun shunaqa bepul video darsliklar, bepul master klasslar qilaman. Kraska kompaniyalar bilan ishlaganimda ham tekinga qilganman, pulli qilmaganman, bilasizlar. Yana